O'zbekistonimizda yoshlarga nihoyatda katta e'tibor qaratilyapti va biz ustozlardan o'quvchilarga tinimsiz kuch, g'ayrat, bilim berish talab etilyapti. Biz ustozlar bor kuch g'ayratimizni yoshlarga bilim berishga qaratamiz. Bundan da katta zafarlarga, muvaffaqiyatlarga erishishga harakat qilamiz. Наши ученики благодарны нашей школе, нашей республике и живут многие за границей, а также работают в Ташкенте, в посольстве, в правительстве. Я горжусь своей школой, люблю Узбекистан. Bizning maktabimizda ham juda katta o'zgarishlar bo'lib, farzandlarimiz, bolalarimiz shunday yaxshi o'qishyaptiki, bu bolalarni ruhlantirish uchun biz ham yangi texnologiyalardan foydalanishga harakat qilyapmiz. Biz bunday bo'layotgan yaxshi o'zgarishlarga, yangi prezidentimizning bergan sharoitlariga, mana oyliklarimizni oshirib qo'yayotganlariga juda ham katta ruhlanish bilan javob beramiz. Bundan-da yaxshiroq ishlashga, bundan-da yaxshiroq bilim berishga harakat qilamiz. Ommaviy axborot vositalari davlat va xalq o'rtasidagi ko'prik vazifasini bajaruvchi muhim bo'g'in hisoblanadi. Mamlakatimizda esa ana shu muhim bo'g'in faoliyatini yanada takomillashtirish, ijodkorlarni qalam erkinligi, so'z erkinligini ta'minlash alohida diqqatlar markaziga olinmoqda. Ana shu imkoniyatlardan, e'tibordan unumli foydalangan Ruxsor teleradio kanali esa Marg'ilon TV tahririyati faoliyatini qaytadan ko'rib chiqdi va uning nomini Gold.uz deb o'zgartirishni ma'qul deb bildi. Bugun tantanali bayram tadbirida Gold.uz telekanalining taqdimoti o'tkazildi. Dildor go'zal, go'zal. Baxtliman dunyoda chunki yonimda sen bor go'zal. Biz ustozlarga mana e'tibor qaratgan bo'lib, juda ham chiroyli konsertlarni jalb qilyaptilar. Bu bilan bizni ruhiyatimizni, kayfiyatimizni ko'taryapti. Biz o'ylaymizki, ustozlar kelgusida bolalarga ta'lim, tarbiya berishda yuqori ta'lim sifatini oshirishga e'tibor beramiz, yana kuchaytiramiz. Biz bundan juda ham xursandmiz. Yağmur yağadı asmanda çakın çakın, başımdaki güller romalım hol boydu. Hiç geldi bir bala gözlerimi yakıp, karışlarından yürek bağrımı sildi. Ta'limga e'tibor kelajakka e'tibor demakdir. Bugun mamlakatimizda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan ulkan islohotlar sohada erishilayotgan yutuqlarda o'zining ijobiy samarasini ko'rsatmoqda. Bunda albatta davlatimiz rahbari tashabbusi bilan pedagoglarni moddiy va ma'naviy rag'batlantirish borasida qilinayotgan harakatlarni alohida e'tirof etish kerak. Marg'ilon shahar xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi umumta'lim maktablarida ham pedagoglarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularni madaniy dam olishlarini ta'minlash masalasi alohida diqqatlar markaziga olingan. Seni sog'inmoq, dengizda suzmoq, oh nega sog'indim, shunchalar yomon. Sen bilan sevishmoq, tig' uzra yurmoq, oh nega sevishdim, oxiri qandoq. Qadimiy bir ajoyib Marg'ilon shahridan nom bilan yuritilgan Marg'ilon televideniyasi Gold.uz, demak Oltin O'zbekiston degan bir ajoyib bir xalqaro bir e'tirofga sazovor bo'ldi. Bu bilan chin yurakdan qutlayman. Televideniya ijodkorlarini, televideniyani xodimlarini, jurnalistlarni va bizni ko'rib turgan barcha mana shu bizni muxlislarimizni, vodiy xalqini tabriklayman. Ilohim, chunki bunaqa nomlarni biz chet ellarda ko'rardik, mustaqil yurtimizga
yurtimizdagi yana bitta katta bir qadam bu. O'shaning uchun mana shu chin yurakdan yurtimizni tabriklayman. Ilohim bunaqa televideniyalar ko'p bo'lsin. Raqobat, do'stona raqobat ko'p bo'lsagina televideniyalarda rivojlanish bo'ladi. Ilohim chin yurakdan tabriklaymiz. Mana oldingi Marg'ilon televideniyasini shu kunda o'zgarib, yana ham bir rivojlanib, boshqa bir chiroyli nima deydi, uzatgichlar bilan shu dunyo miqyosidagi jihozlar bilan jihozlanib, mana nomi o'zgardi. Ya'ni Gold Uz deb ataladi. Xudo xolasa bu televideniyaga omad tilaymiz. Bu ko'ngilochar bir ajoyib ko'rsatuvlarni o'z ichiga qamrab olgan televideniya bo'ladi. Biz shu televideniya bilan doimo birgamiz. Sizlarga omad, sog'lik tilayman. Oy yuzidan qaytgan nurlar yuzlarida qamashardi. 15 kunlik oyday dilbar menga juda yarashardi. Oy yuzidan qaytgan nurlar yuzlarida qamashardi. 15 kunlik oyday dilbar menga juda yarashardi. Shu Marg'ilon televideniya tahririyati endi bundan buyog'iga Gold Uz nomi bilan xalqimizga xizmat qiladi. Albatta bu televideniya xalqimizning kayfiyatini ko'taradigan, bir ko'ngillarga iliqlik olib kiradigan, bir ko'ngil ochar bir ajoyib televideniya bo'ladi. Men o'ylaymanki, xalqimizga ajoyib kayfiyat ulashadi. Shu Gold Uz muxlislari bilan hamisha biz san'atkorlar birgamiz. Sog' bo'linglar, hurmat bilan Yahyobek Mo'minov va Abdujalil Qo'qonov. Faoliyat olib borayotgan Marg'ilon televideniyasi yangidan zamonaviylashgan holda Gold Uz olaroq taqdim etilmoqda. Albatta biz bu telekanalga omadlar tilaymiz. Gold Uz siz bilan. Roq bosib yonarding gulim, gaplaringdan tonarding gulim, sevgi bor deb olarding gulim, meniki bo'lsang. Telekanalni ish boshlashi, qolaversa xalqaro bolalar kunini nishonlashi juda katta bayram bo'lyapti. Bundan biz hammamiz xursandmiz. Yurtboshimizda ana shu 5 ta tashabbuslarini bittasi mana shunaqa chiroyli tadbirlar bo'ladi. Kitobxonlik, bularda hammasida o'qituvchilar faol ishtirok etyapti. Shuning uchun bugungi bayram ham bolasevar xalqimizga yarashadigan bayram bo'ldi. Men nafaqadagi pedagogman, ishlayapmiz, nafaqada ishlayapmiz. Nafaqamizni to'liq olyapmiz, oyligimizni to'liq olyapmiz. Buning uchun prezidentimizga, yurtboshimizga minnatdormiz. Hamma o'qituvchilar nomidan, hamma nafaqadagi o'qituvchilar nomidan rahmat. Sog' bo'lsinlar. Zorayla mana asta diydoningga, morayla mana xasta bemoringga. Zorayla mana asta diydoningga, morayla mana xasta bemoringga. Gold Uz kanalini yangi ish faoliyatini boshlagani bilan chin qalbimdan tabriklayman. Xudo xohlasa Gold Uz kanali mana shu O'zbekistonimizda va vodiyda yagona kanal bo'lib qoladi. Gold Uz bilan doim birga bo'ling. Xudo xohlasa Gold Uz kanali doim sizni xonadoningizda. Omon bo'ling. Ha yo'q deb nomlangan o'yinni bilasizlar, to'g'rimi? Hamkasbimiz Xayrullo Yo'ldoshev. Bugun 1-iyun juda ham bir ahamiyatli kun sanaladi. Avvalosi 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni bo'lsa, 1-iyun Marg'ilon telekanali negizida ostida tashkil etilayotgan Gold telekanali, ya'ni Oltin O'zbekiston telekanalining tantanali ochilish marosimi ham bo'lib qoladi ushbu ajoyib daqiqalar. Xabarlaringizni albatta ishdan keyin maza qilib hordiq chiqarishga, sevimli teleseriallaringizni ko'rish uchun o'ziga xos ajoyib bir oyna darsha bo'lishga xizmat qilajak Gold Uz telekanalini albatta muxlisi bo'lib qolishlaringizni tilagan holda bugungi konsert dasturida kamina ham o'zimni kichkinagina chiqishlarim bilan sizlarga foyda keltirmoqchiman. O'yinimiz boshlangan, o'ynaganmiz ha yo'q sira? Endi. Birinchi martami? Birinchi marta. Nima ish qilasiz? O'qituvchi. Nimadan dars berasiz? Boshlang'ich. Boshlang'ich ta'lim. Boshlang'ich ta'lim. Ay, yaxshi, necha yil bo'ldi? 5 yil xudo xohlasa. Qaysi maktabda ishlaysiz? 3-maktab. Yashang. Bugun mana shu yerga kollektiv bilan kelganmiz yoki oilaviymi? Kollektiv. Ay, yaxshi, pochcham ham kelganmilar? Uydalar. Kelmadilarmi? Kelmadilar. Uxlayaptilar, ha? Ishdalar. Ishdalarmi, uydalarmi? Ishda.
Nimaga endi uyda deyapsiz? İşte. Farqi yo'qmi? Adashib ketdim. Adashib ketdingizmi? Adashib ketdim. Ay yaxshi. O'rtada ha deb qo'yganingizni bildingizmi? Demadim shekilli. Ha dedingiz-ku o'rtada. Qachon? Eringiz uydami desam ha dedingiz-ku. Unaqa demadim. Unaqa deganingiz yo'qmi? Demadim. Pul beramiz sizga. Yutdilar! Tabriklayman. Bizning maqsadimiz mana prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, ommaviy axborot vositalariga qo'yilgan ishonchni qo'limizdan kelgancha xalqimizga xizmat qilish. Qolaversa ruxsordan kam bo'lmaydigan darajada o'zimizni ko'rsatuvlarimiz bilan siz aziz muxlislarni ko'ngildan joy oladigan umiddamiz. Barcha jamoamiz Xudo xohlasa 24 soat bel bog'lab siz aziz yurtdoshlarga xizmat qilamiz. Doimo sog' bo'linglar biz vaqtimizga. Bosib bir dasta gulning bag'riga kirdi dilbar. Bosib bir dasta gulning bag'riga kirdi dilbar. Gullardagi qizillik yoqdi dog'idan. Gullardagi qizillik yoqdi dog'idan. Mustaqil O'zbekistonning fidoyi insonlari har qancha o'ynab kulsalar yarashadi. Yozning 1-kuni Marg'ilonda mana shunday zo'r kayfiyatda boshlandi. Bundan buyon Gold.uz telekanali siz azizlar bilan hamisha birga. Niyatimiz esa yurtimizdagi har bir insonni farovonlik, xotirjam hayot aslo tark etmasin. Bolajonlarimizga esa 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni bilan samimiy muborakbod etamiz. Bayram barchamizga muborak bo'lsin.